Assalomu alaykum, hurmatli ayollar. Bugun teringizni qanaqa qilib farqlashni o'rgataman. Birinchisi, bu eng tarqalgan teri, bu quruq teri hisoblanadi. Quruq teri qizlarjonlar ko'rinishi yupqa bo'ladi. Quruq teri sohibalarida odatda po'ralar bo'lmaydi, deyarli bo'lmaydi yoki bo'lsa ham вообще ko'zga ko'rinmaydi, bilinmaydi. Teri yupqa bo'ladi. Bu ayollar yosh payti yuzlari qanaqangidir judayam tiniq bo'ladi. Bularga uri ham chiqmaydi. Keyin lekin 30 yoshdan keyin rosa yuzlari ajinga to'lib ketadi. Bu toifadagi ayollar yuzlariga ko'proq namlikka e'tibor qaratishlari kerak. O'zi qizlarjonlar sovun bilan yuvish yuzni umuman mumkin emas, lekin yuzi quruq ayollarga kategorichески sovun bilan yuvish mumkin emas. Yuzi quruq ayollar qanaqa uhud qilishlari kerak va yuzi quruq ayollar qanaqa kasalliklarga moyil bo'ladi? Yuzi quruq ayollarimiz birinchi o'rinda kupirozga moyil bo'ladi. E'tibor qiling, yuzi quruq ayollarni yuzi doimiy qizarib o'tiradi. Nima uchun? Chunki kam namlik berilgan u yuzga. Shu uchun yuzingizni agar quruqligini sezib qolgan bo'lsangiz, haqqingiz yo'q namlantirmasdan uxlashga, oziqlantirmasdan uxlashga, quyoshga bez SPF chiqishga haqqingiz yo'q. Yuzi quruq ayollar yuzini iloji boricha yumshoq narsalar bilan naqa qiladi, yuvadi. Agar hozir sizni yuzingiz quruq bo'lsa, men o'rgatgan penka, ya'ni kosmetik sovundan foydalanmaysiz. Siz yuzingizni молочко yordamida yaxshilab artib tozalab olib, yumshoqqina umvalka bilan yuvishingiz shart. Kunduzi ham agar biron bir kechqurun shilimshiqroq narsa surgan bo'lsangiz, kunduzi ham oddiy mitsilar suvdan даже mumkin emas, молочко bilan tozalab, oddiy suv bilan yuvib uxlagingizni qilasiz. Keyingisi bu kombinirованный yuzlar hisoblanadi, ya'ni aralash yuzlar. Aralash yuz ham juda ham ko'p tarqalgan bizda. Men e'tibor qilaman, peshona quruq, burun yog'lik, men bu yoq qism yog'lik, bu yoq yog'lik, qolgan qismlar quruq. Xuddi meni yuzim kombinirованный yuz. Bir qarashda yog'lik yuz deb o'ylaysiz, bir qarashda qurib ketadi. Bunaqa yuzlarni parvarish qilish juda ham qiyin hisoblanadi va shu uchun menda ham молочком bor, ham mitsilarka suvim bor. Ham qattiqroq umvalkam bor, ham yumshoqroq umvalkam bor. Vaziyatimga qarab ishlataman. Kombinirованный yuzlarda odatda po'ralari oz-moz kengaygan bo'ladi. Qizlarjonlar, mana shu kombinirованный yuzlar bo'ladimi, quruq yuzlar bo'ladimi? Ramashka damlamas qizlar shunaqa oddiy narsa bo'lsa ham shunaqa zo'r yordam beradi. Menga ishoninglar, mana shu har doim, har kun ertalab oddiy suvni o'rniga ramashka bilan chaysangiz, o'ta super effekt olasiz. Oddiy mana shu ramashkani o'zida. Keyin qizlarjonlar, keyingi yuzimiz bu bu ham ko'p tarqalgan, o'zi aslida hammasini o'ziga yarasha foizlari bor. Yog'lik yuzlar. Qizlarjonlar, yog'lik yuzlar ko'proq yaxshilab tozalashga va namlantirishga ko'proq e'tiborni qaratish kerak. Yog'lik yuzlarga unaqa oziqlantiruvchi kremlar tavsiya qilinmaydi. Yog'lik yuzlar, masalan, qish oylarida bemalol oziqlantiruvchi kremlar surishi mumkin. Anaqa yuzlar bahor yoz oylarida faqat namlantirish kerak, kechqurun ham, kunduzi ham. Lekin bizda bitta yomon tushuncha bor, yog'lik yuzni quritish kerak, ya'ni sovunlab yuvamiz. Lekin nabarot, yog'lik yuzni qancha umuman yuzni sovunlab yuvgan saringiz yog' battarroq ishlab chiqarib, yuzingizni battar yomon qilib yuboradi. Shu uchun doimiy yuzingiz yog'li bo'lsa, yuz yog'liklar bittaga bilinadi. Yuzlar doimiy yaltillab turadi, po'ralar kengaygan bo'ladi va yuz yog'liklar aloe gellaridan, yaxshi original aloe gellaridan namlantiruvchi sifatida foydalanishlari mumkin. Lekin doim aloe gellarini bo'ladimi, любой krem bo'ladimi, ko'z atrofiga alohida ishlating. Chunki yog'lik, quruq umuman yuz tanlamaydi, ko'z atrofi terisi hammada bir xil bo'ladi. Eng yupqa epidermis qavati va ichkarida gipoderma yo'q. Yog'lik yuz terilarimiz yuzlarini mitsilarka bilan tozalab, umvalka bilan yuvib, albatta tonik qilib namlantirishlari shart. Xo'p, kupirozlik yuzlar, rozatsiyalik yuzlar, dog'lik yuzlar. Bularga o'zi alohida lecheniyasi bor. Bunga davoni men keyingi videolarimda aytib ketganman. Keyin qizlar, yana bitta narsani bot takrorlayman. Internet orqali yuzingizga, ayniqsa bahor yoz oylarida asallik maskalarni umuman qilmang. Dog' tushirib qo'yasiz birinchidan, ikkinchidan asallik maskalar birinchi o'rinda sizga yuzingizga toshma toshirib yuboradi. Tuxumni sarig'idan ehtiyot bo'ling.
allergiya berishi mumkin. Asaldan ehtiyot bo'ling. Bular allergen narsalar. Va yana bitta allergen narsa bor. Aloyni chisti bargi. Mana shu aloy bargi ham ko'p qizlarga где-то 100 tadan masalan 70 ta qizga allergiya beradi. Bu narsadan qochish uchun albatta doim qo'lingizni qayerdadir test qilib ko'ring. Umuman bahor yoz oylarida o'zi asalni, tam retinol nima uchun mumkin emas? Quyoshda dermatit chaqiradi. Mumkin emas narsalarni bahor yoz oylarida umuman ishlatmaganingiz ma'qul.